Apple kompaniyasi Pentagon uchun maxsus iPhone ishlab chiqarish haqida bilarmidingiz? Apple kompaniyasi oddiy foydalanuvchilar bilmaydigan juda tor doiraga mo'ljallangan maxsus versiya iPhone'larini AQSh Mudofaa vazirligi, ya'ni Pentagon uchun maxsus ishlab chiqaradi. Bular hech qachon sotuvga chiqmaydi, rasmiy e'lon qilinmaydi va ommaning qo'liga tushmaydi. Bu iPhone versiyasi odatdagidek emas, ichki tizim ham, xavfsizlik darajasi ham mutlaqo boshqacha bo'ladi. Xo'sh, nima uchun Pentagonga maxsus iPhone kerak? Pentagon xodimlari davlat siri, harbiy operatsiyalar, maxfiy yozishmalar bilan ishlaydi. Shuning uchun ularga hech qanday tarzda kuzatib bo'lmaydigan, hujum qilinmaydigan, ichki himoya qatlami ko'p, yopiq telefon kerak. Shu sabab National Security Agency talabi bilan Apple maxsus iPhone seriyalarini Pentagon uchun ishlab chiqaradi. Bu iPhone'larda hammadagi kabi oddiy iOS bo'lmaydi. Unda maxsus Special Secure iOS bo'ladi. Pentagon versiyasi App Store bo'lmaydi, faqat davlat tomonidan tasdiqlangan ilovalar bilan ishlaydi. Kamera, mikrofon, GPSni Pentagon istalgan vaqtida avtomatik tarzda o'chirib qo'yishi mumkin. Smartfonning barcha qulf tizimlari ham o'zgartirilgan. Face ID, Touch ID ham maxsus versiyada o'zgargan. Biometrik ma'lumotlar telefon ichida hisoblanmaydi. Alohida harbiy serverda saqlanadi. Eng qiziq joyi, smartfonni masofadan yo'q qilish funksiyasi bor. Agarda telefon yo'qolsa yoki qo'lga tushsa, Pentagon uni bir necha soniyada butunlay o'chirishi yoki ma'lumotlarni portlatib yuborish darajasiga ham ega. Aloqalar Pentagonning yopiq tarmog'i orqali o'tadi. Internet, Wi-Fi, iMessage bularning hammasi alohida Dodi network orqali ishlaydi. Odatdagi operatorlar bu tarmoqqa umuman ulana olmaydi. Dizayni odatdagi iPhone'lar bilan deyarli bir xil bo'lganligi uchun internetda uning bironta ham rasmiy surati e'lon qilinmagan. Va so'ngida AQSh hukumati faqat Apple'ga ishonadi. Android asosidagi maxsus telefonlar ham bo'lgan, lekin xavfsizlik bo'yicha eng yuqori darajaga iPhone'ning yopiq dasturi qo'yilgan.